Assalomu alaykum Avto TV obunachilari. Ertalabda Andijon moshina bozoriga chiqib olganmiz. Bu qismga arzon Spark olishda davom etamiz. Videolarni boshlang, bittadan like, podpishdan chiqmasin. Neobычный rangda Spark binaman desanglar, ko'ringlarchi. Pulning ichirasiga toza joyi yo'q, tozaga sepilgan. Dokumentda muammo yo'qmi endi Husniddin aka? Dokumentda muammo yo'q. Yili necha edi? 2015. Kiraskalarichi? Tozaga sepilgan. Suvalari ham butun. Hamma yo'g'i ko'rish. Hamma yo'llari butun. Videoga olib kelsak. Videoga olib kelsa ko'rsataverasiz ekanda. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Motor, ходовой коробка hamma yo'g'i zo'r ekan. Mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balonlari bor. 8 diskalar o'rnatib qo'ygan mashinaga. Saloniga kirsak, chexol politsiyami, undan oldingi rangi mana shu rang bo'lgan ekan. Mana to'qi, bu ochiq, keyin buni stok ekanda. Ikkinchi paysi bu. Konditsionerlar ishlayapti. Yurgani qancha? Yurgani 200 ming. 200 ming yurgan ekan. Hali hozir buni qaranglar, faqat BMWlarda chiqyapti akalarim Inamarkada hali. Dev bunaqa ishlab chiqarishga hali bor deb o'ylayman. Orqa tomon ko'rinishlari. Shu gapim orqasidan xamalib ketsam, tova qildim. Temir gaz baloni bor, kolonkalari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Aka narxini necha pul qilib beramiz? 5300 ga beramiz bo'ladigan. Undan 1 so'm kam yo'q, generalni berasiz aka. Generalni beriladi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz 93lik 048 0363 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinaga qiziqsanglar, bizdan laykni bosib, Husniddin akamdan bo'ladi bu mashina akalarim. To'g'da minaman desanglar, yili necha edi buni? 2023-yil kiraskalari qanaqa? Bitta joyda petosi bor. Qolgan joylari toza-ya. Aka motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Motor, ходовой коробkalari ishi yo'q ekan. Temir gaz balonlari bor ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bu katta motordan. Mana yon tomon ko'rinishlari. Mana yumshoq balon, 4-paysa diskalar bor. Saloniga kirsanglar akalarim, mashinamiz 2-paysa. Chexollari bor. Yurgani qancha? 75 ming bo'ladi. Yurganiga javob aka 75 ming bo'lyapti ekan. Orqalarida ham mana chexollari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Temir gaz balonlari ham bormidi? Bor. Temir gaz baloni bor. Zapaska balonchi. Hamma yo'qlari bor. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Narxini necha pul deyapsiz buni? 8,5 ming kam bor. Generalni berasizmi? 30 olish sharti bilan. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 88 990 4990 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinaga qiziqqan akalarim. Xo'p akalarim, qop qorasida minaman desanglar, generalni ham chiqaverar ekan, o'zi nomida ekan. Qop qorasida minaman desanglar, 2012-yil Kares dedingizmi? Kares motordan ko'rsanglar bo'laveradi. Kiraskalari qanaqa? Bir 30% kiraskalari bor. Alishgan, ulangan detallari yo'qmi? Alishgan, ulangan detallari yo'q ekan. Motor, ходовой коробка rasvot qilmayaptimi? Rasvot yo'q ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Layklarni ham bossanglar bo'laveradi. Yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balonlari bor. Saloniga kirsak, mashinamiz 1-paysa. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? 302 ming yurgan Sparkni qop-qorasi minaman desanglar. Stoplar qo'yilgan. Generator kolonkalari bor. Benzinnami? Benzin. Gaz o'rnatilib olgan. Gazni o'rnatilgan, keyin olib qo'yilgan. Dokumentga ruxsati bormi aslida gazga? Yo'q, men nomer beraman bunga. Ha. Biroz ketaveradi, bo'ladi. Generalni chiqadi. Kelishib qolsak, gaz qo'yib beraman deyapti. Generalni chiqadi. Narxi necha pul? 4,5 mingdan o't beradigan joylari bor. Nomeringizni aytib qo'ysangiz 93lik 425 7002 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinamizga kim qiziqqan bo'lsa. Akalarim, 2015-yil oppoq Spark binaman desanglar, ko'ringlarchi. Akam kiraskalari qanaqa? 20-30% kiraskalari bor. Suvalari butunmi? Suvalari vobshin butun deyapti egalari. Ko'rsanglar bo'laveradi. Motor, ходовой коробка rasvot qilmayaptimi? Hamma yo'g'i yangi qilingan. Mashinamizda temir gaz balonlari bor.
Yumshoq balon deysizlarmi? Yumshoq balonlargacha bor diskalar qo'ygan. Mana yon tomon ko'rinishlari. Saloniga kirsak, salonda polilari bor. Yurgani qancha? 300 ming yurgan ikkinchi paytsa. Orqa tomon ko'rinishlari. Orqalarda ham mana polilari bor. Orqa tomon ko'rinishi, akalarim stoplar qo'ygan, bittadan laklarda esdan chiqarmay bosib yuboringlar. Gazi bor-a buni? Gazi bor, zapaska balon bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Narxini necha pul qilib beramiz? 5600 kelishadigan joylari bor. Dokumentda muammo yo'qmi? Dokumentdan chiqarib Genalni chiqadi-ya? Hamma yo'q bo'ladi. Nomer aytib qo'ysangiz? 99 220 0047 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Akaxondan bo'ladi mashina. Bosinglar. Bugun sotamiz buni ham. Kelanim. Oppoq Spark binaman desanglar, ko'ringlarchi. 2014 kiraskalari qanaqa? Kiraskasi qanaqa? Bitta kilo kiraskasi bor, qolgan joylari toza. Bitta kiloda kiraskasi bor, ayb akalarim. Qolgan joylari toza deyilyapti turgan Spark mashinamiz. Motor hadovoy, bir qator tekshirtirib olaverasizlar, ko'rsanglar bo'laveradi. Mana mashinamiz yon tomon ko'rinishlari. Assalomu alaykum. Yumshoq balonlari bor. Saloniga kirsanglar akalarim, chexol polislarim bor. Zavodga 4-paysa avtomat rollar qo'yilgan. Tomlarni ham mana o'xshatishgan. Buni yurgani qancha edi? 210 ming. 210 ming yurgan ekan. Orqa tomonlarda ham mana chexol polislarmi bor. Mana mashinaning orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamizni ko'rsatib o'taman. Bu menimcha zapaska balonlari bor. Benzin ekan hozircha. Kolonkalargacha bor. Zapaska balon, damkrat disklarning hammasidan bor. Mana bu tomonlarni ko'ryapsizlar. Aka, bunga hali gaz o'rnatilmaganmi? Gaz o'rnatilmagan. Narxini necha pul qilib berasiz? Narxi necha pul uni? 6000 dan tushib 6000 kelishadigan joylari bor. Genalni berasizmi? beramiz. Genalni berasiz. Bunisi ham sizdan-a? Yili necha edi? 18 avtomat. Kiraskasi. Ikkita joyda petnosi bor. Oxirroqlardan nomerlarni aytib o'taman. 256 ming yurgan, motor hadovoy ishi yo'qmi? Motor hadovoy ishi yo'q. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Shu joyda akalarim bittadan laklarni, patskalarni bos esdan chiqmasin. Yumshoq balonlargacha bor mashinamizni. Saloniga kirsak, salonni mana 4-paysa zavodga chexol poligi bor. Yurgani 256 ming yurgan Spark mashinamiz. Mana orqalarda ham chexol polilari bor. Ko'ryapsizlar mashinani? Stoplar ham qo'yilgan, mana orqa tomon ko'rinishlari. Buni gazi bormi? Gaz, zapaska balon ham yo'g'i bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Bunisining narxini necha pulga berasiz? Narxini 7200 dan tushib beradigan joylari bor. Nomeringizni aytib qo'ying. Ikkosi ham birinchi chiqaveradi. Qancha yurgan mashina? 99 lik 115 77 75 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Xolasizlar buni sakalan, xolasizlar bunisi. Qaysi biri yo'qsa minib ketaveradigan joylari. Yana bitta oppoq Spark olib qo'ydim, ko'ringlarchi. Yili nechi buni aka? 2011-yil, Kares motordan. Kiraskalari-chi? 15% kiraskasi bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Motor, hadovo, korobka ishi yo'qmi? Temir gaz baloni bor ekan. Motor, hadovo, korobka ishi yo'qmi? Ish yo'q. Mana mashinamiz yon tomon ko'rinishlari. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yumshoq balonlari bor. Balon holatlari ham yaxshi holatda, urinib ketmagan. Saloniga kirsak, chexol poligi bor, birinchi paysa, rol qo'yilgan, monitori bor. Video registrator deysizlarmi? Konditsionerlar ishlayaptimi? Ha, birinchi paysa aytmoqchilar. Yurgani qancha? 295 ming yurgan. Konditsionerli Malibu 2 olaman deyapsizmi? Spark olaman, Malibudan. Orqa tomon ko'rinishlari. Spark egenda aka?
Spark deganda. Gaz yo'qmi buni? Gaz balon uyda. Bor. Kelsanglar qo'yib berasizlar. Berib qo'shib berib Ha, demak tayyor. Bor deb hisobida olinaveradi. Bor ekan akalarim, teyin zapaska baloni bor. Hozir benzinda yuribdi-ku. Konditsioneri bo'lsa, ukam sotmardim deyapti. Ko'ryapsizlar. Aka narxini necha pulga berasiz? 4,5 ming kami bormi yo bo'lishimi? Ozgina o'tdi. Ozmi oz o't beradigan joylari bor. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 88 997 nechi? 5999 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, bitta amaklarni ham bosaverasizlar. 2013-yil Toshkent motordan topdim. Ko'ringlarchi, kraskalari qanaqa? Kraskasi Kiril, bitta Kirili kapoti yarmida bor. Bitta kilo kapoti yarmida kraskasi bor. Qolgan joylari toza-ya? Qolgan joylari toza. Motor hadavo korobka ishi yo'qmi? Motor hadavo korobka ishi yo'q. Mashinamizda temir gaz ballonlari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Katta motordan yumshoq ballonlari bor. Ballon holatlari ham yaxshi holatda. Mana yon tomon ko'rinishlari. Salonga kirsak, mashinamiz ikkinchi paysami yo birmi? Birinchi paysa. Chexol polgi bor. Monitor qo'yilganmi? Rijakka necha akalarmi rijakka? Yurgani qancha? 280 ming yurgan. Orqalarida ham mana chexol polilari bor. Mashinamiz mana orqa tomon ko'rinishlari. Assalomu alaykum. Temir gaz ballonlari bor. Zapaska ballon? Yo'q. Talongalari bor ekan-a? Stoplar qo'ygan. Buni narxini necha pulga beramiz ekan? 4800 dan tushib beradigan joylari bor. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Nomerlaringizni aytib qo'ysiz? 95lik 001 0804 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinaga qiziqqan akalarim. Bittadan 2000 puli borga faqat Anjongami? Faqat Anjonga 2000 puli borga variantga chiqadi. Akalarim, Gang Svetidan minaman desanglar 2015-yil 3-paysa varianti bir 10-15%, 20% ham Dioring deyapti, kraskalari bor ekan. Ko'ringlarchi akalarim, layklarni bosinglarchi. Motor hadavo korobka ishi yo'qmi? Motor hadavo korobka ishi yo'q. Mashinamizda temir gaz ballonlari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana bu tomon ko'rinishlari. Akam konditsionerlari ishlayaptimi? Konditsionerlariga ishlayapti. Yumshoq ballonlari bor. Akalarim 3-paysada konditsioner ishlarmi, ABS ishlarmi hammasidan bo'ladi bilsanglar. Chexol bor, polida ham mashin zavoskoysini solib qo'yibdi. Yurgani qancha? 314 ming yurgan, rollar qo'yilgan. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Temir gaz balloni bor. Zapaska ballon bormidi? Zapaskalarigacha bor. Mashinaning holatlarini ko'ryapsizlar. Narxini necha pulga berasiz aka? 5,5 mingdan o't beradigan joylari bor. Shu dedingiz? 5,5 ming kam bor. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Variant berasizmi 1-2 ming pulim borga? Faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 99lik 471 8010. Raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina 3-paysasidan, Spark 3-paysasidan minaman desanglar. Layklar bosingizdan chiqmasin. Xo'p akalarim, jinsiy rangda Spark minaman desanglar, ko'ringlarchi. 2015 dedingizmi? 2015-yil kilo keyin qayta dedi Salpacho'da kraskasi bor. Salpacho kiloda kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Motor hadavo korobka ish yo'q. Motor hadavo korobka ish yo'q deyapti. Yurgani ham 183 Yurganiga javob, a? Javob. Temir gaz ballonlari bor. 183 ming yurgan Spark mashinamiz. Shu gapingizga bitta like bosishorsin. Qaytarganda qo'li sinsin ukam deyapti. Yumshoq archa ballonlari bor. Saloniga kirsak, chexol poligi disklarmi bor. Qimmat rollardan qo'yib qo'ydim ukam deyapti. Ko'rsanglar bo'laveradi mana. Orqalarida ham bir qator ko'rsatib o'tsam, orqalarida ham mana chexol polilari bor. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamizda gazi bor. Zapaska bilan o'rnatib qo'ydinglarmi aka? Zapaska balon kulush hali tushmagan deyapti.
Mana bu tomon ko'rinishlari. Akam buni narxini nechalik berasiz? 5700 bo'lishimi yo kami ham bormi? Kami ham bormi? 5700 dan kami ham bor. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 94lik 568 45 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Srochniy sanaganga necha pulga beramiz? Xuddi ana shu narxmi? Naqqa sanaganga ozmoz tushib beradigan joylari bor. Genalni berasiz-a? Genalni beradi, bemalol murojaat qilaverasizlar, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Spark ishqibozlariga ko'rlar temi avtomat mexanikani pulida topib qo'ydim. Yili necha edi? 2012-yil. Koreysa bu? Koreyskiy motor kiraskalari qanaqa? Ikkita joyda pitnosi bor. Oval hisobkalar qo'yilgan. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Hamma yo'g'i go'zal. Yon tomon ko'rinishlari yumshoq balon, bitta holatdagi ko'rsanglar bo'laveradi. Toza 4-paysa deyapti egalari. Saloniga kirsak, chexol polidislarmi bor. Yurgani qancha? Yurgani 250 ming yurgan Spark akalarimiz. Temir gaz baloni bor-a buni? Temir gaz balon, suv, gaz, suyat hamma yo'qlari bor. Narxini necha pulga beramiz aka? Polishini 5200 ga beramiz deyapti. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 93lik 048 0363 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar, layklarni ham bosaverasizlar.